Xo'sh aka, xorabiylig'ini zin deb bo'ldik. Endi bu xorabiylig'ini zinni qanday saqlaymiz degan vaqtimizda aka, bolalarimizningki tushunish iqtidorini oshirish kerak. Bu tushunish oldin qatim degandim aka. Tushuncha aniq bo'lmasa aka, har qanday narsa oxirgi hisobda mujamlab ketadi deb. Chunki tushuncha ideyaning shakllanishida g'oyat zo'r rol o'ynaydi. Amerikada bunday bir tajriba olib beribdi ekan. Aqtellik ve qartalik ikki gruppalarni tashkillab ularga dars bergan. Dars oralig'ida o'qituvchi aqtellik o'quvchilar manda qilgan, qartalik o'quvchilar manda qilgan degan atalg'uni ishlatgan. Bu atalg'uning ta'sirida o'quvchilar tadrijiy holda aqtellik o'quvchilar va qartalik o'quvchilar ikki gruppaga ayrılgan ve bara-bara bir-biri raqobatlashish yuzlangan. Oxirgi hisobda bular bir-birisiga düşmanlarcha nazar bilan qaraydigan bo'lgan. Demek bu yerda so'zningki uqum doirasini belgilashniki tushunchaga qancha zo'r darajada ta'sir ko'rsatganini bilgan bu olimlar yana ilgilab aqtalik o'quvchilarni o'zini ayrim bir guruh qilib, ularning ko'zining rangiga qarab, ya'ni ko'k ko'zli o'quvchilar, qora ko'zli o'quvchilar deb ayirgan. Shuni tadrijiy holda bu so'zni ishlatish orqali ko'k ko'zli o'quvchilar natijasi alayida yaxshi bo'lgan, qora ko'zli o'quvchilar mundaq qiladi, qora ko'zli o'quvchilar bu qitim natijasi intayin yaxshi bo'lgan, ko'k ko'zli o'quvchilar dars chiqib ketgan deganlik qilib, bularni tabiiy holda o'zligining guruh hosil qilib, qora ko'zli o'quvchilarga raqobat e'lon qiladigan, ko'zga ilmaydigan yo qora ko'zli o'quvchilar, ko'k ko'zli ko'zdan o'quvchilarni ko'zga ilmaydigan ayni dushmanlik holati shakllangan. Demak, bu yerda tushuncha degan narsaniki favqulodda zo'r rol o'ynaydiganligi mushuni bilib olamiz ekan. Agar tushuncha aniq bo'lmasa, ideya shakllanmaydi, ideya ochiq bo'lmaydi. İdeyaniki shakllanishda muhim bo'lgan bu dastlabki bosqich to'g'ri usulda hal qilinmasa, bizning hayotimizning oxirgi bosqichlarida hammasi ziyonning ichida bo'ldi. Yo gangarishning ichida bo'ldi. Men bu so'zni texnik yaxshi tushuntirish uchun akam bir ikki misol olaman aka. Şunun bilan so'zimni oxirlashtirib aka, yilim bek uzun so'z etdim aka bu gapni. Mushu Osmanlı tarixida Hasan Çelebi deydigan bir keşfiyatçı o'tgan. 4-Muratning davrida, ya'ni 1632-1633 yillarda. Bu kishi nimani tajriba qilgan desang, tunji qitim uchishni, ya'ni raketaga o'tirib uchishni insoniyat tarixida tunji qitim yo'l qo'ygan kishi bu. Yani tecrübe qilgan kishi bu. Yani şu Osmanlı sultanınki yani 17. sultanı bu 4. Murat degan. 4. Muratning qizi Kaya sultanınki tug'ilgan kuni munosib bilan o'tkazilgan marosimda bu kishi o'z loyilagan kichikdagi raketa shaklida bir narsaga minib, bugungi Istanbulniki Sarayburnu degan yerdan Sarayburnu degan yerga diqqat qilishim aka. Sarayburnu degan yerdan hava qarab ko'tarilgan. Ko'tirish oldida podshoyim, sen Alloh topshirdin, men Isa alayhisalomni ko'rishga mangdim deb qo'yib, rasmiy havo ko'tarilgan. Raketa shakli u narsaning 7 tal turba shakllik quyruqsizdan uchqinlagan salyotlar dengiz yuzini yo'ritib o'tgan. Salyotlarning kuchi qolmagandan keyin Sinan Paşa sahilda denizning ustiga tushgan. Ve 4. Muratning huzuriga uzib kelgan ve chaqchaq qilib, podshoyim İsa alayhisalom sizlarga salom etdi deb chaqchaq qilgan. Sultan 4. Murat yomon xo'shlab ketgan aka. Xo'shlab ketib, uningga o'rtada sipahliq unvonni bergan. Sipahliq unvonga shu o'rdadagi amaldor degan gap bizning uyg'ur tilimiz, zag'ir tilimiz, ya'ni xon podsholarning amrining o'rdadagi kishilarni sipahlar deymiz, shu amaldor degan gap bizniki. Ama şu vaqtda aka nima bo'lgan bilamsiz? Ehli ilm, ulamo, muftilar Alloh taolo insonlarning uchishini iroda qilgan bo'lsa,
bu kanat bilan apırdı qilgan bo'ldi-da. Ko'rdingmi aka? Alloh taolo insonni yaratmoqchi bo'lgan bo'lsa, uchishni iroda qilgan bo'lsa, qanot bilan yaratdi. Bu qilmish Allohning irodasiga xilof, bidat qilmish deb 4 Sultan Muratga chaqimchilik qilib shikoyat qilib, buni bugungi Tatariston poytaxti Qrimga olib o'tgan aka. Ko'rdingmi fojiani? Aka, raketaga salyutlarni qachilab, paruxlarni qachilab, uning ishtirish kuchli havoga o'rlash degan tasavvurni o'ttirib qo'yish emas, unda xiyol qilish bir mumkin emas zamonda bu ishni o'ttirib ketirib chiqdi aka. Ham buning badaliga xato fatvo tufaylidan Qrimga palandi va Qrimni bilib ketdi bu odam. Yana batı bu eğer mesela tarixda madem üzüp insan tarixi tunji kishi deb bildi ma kishini. Hasan Çelebi'ni tunji kishi deydi. Endi davunish o'xshash. Shamonning kuchining payini havoda uchgan yana bir kishi bor. Hazarfan Ahmad Çelebi deydigan. Bu Çelebi desem men bu ikkisi akuflikka o'rnab qolma. Çelebi degan gap bu şu qadimki aramiy tilniki g'arb shivisiga xos bir so'zga, yani bugungi Suryancha shakliga to'g'ri keldi ekan, Suryancha shivisiga. Bu katta adam, efendim degan ma'nodagi so'z. Shunday Hasan Çelebi, Hazarfan Ahmad Çelebi, Evliya Çelebi desa bu hamiz akuflar o'xshaydi o'ylab qolma aka. Efendim degan gap yoki katta kishi degan gap endi. Hazarfan Ahmad Çelebi, Hazarfan degan Hazar degan Farscha gapga ming degan gap. Fan degan bizga fan shu, fan texniklik fan shu. Ming fanning egisi, ming fanning sohibi yoki jiq narsa bildigan kishi degan ma'nodamdi bu. Shu Hazarfan Ahmad Çelebimi 1632-yilda aka. 1632-yilda. Bugungi mush Galatasaray Aşın bu Üsküdar'daki Doğançılar mahallesiga aşulıqı planlarga o'xshayib bir narsa bilan uchib tushgan. Umum masofasi qancha desam 3558 metr aka. 3558 metr oralikni aka. Aşı bir planlardagi narsani yasab chiqib o'zi shamolning kuchidan payini uchib shu Üsküdar'ın Doğançılar mahallesiga tushgan. Sen Boğaz'a chiqding-ku, Galatasarayni ko'rding-ku. Galatasarayda bo'sh emas, 3 kilometrlik musofa degan, 3,5 kilometrlik musofa degan gap mana. Mana mush kishinimi aynan tuhmat bilan shikoyat qilib, bu shu 4-Sultonniki, 4-Murat Sultonniki, 4-Muratniki davr yuz bergan voqea aka. Buni bugungi Aljeriyaga palat qilib Aljeriyada, Aljeriyaning issig'ida o'lib ketgan. O'lib ketgan vaqtida 41 yoshda o'sha Hazarfan Ahmad Çelebi. Ming fanning sohibi, ming fanning egisi jiqni bildigan degan Hazarfan Ahmad Çelebi 41 yoshida Aljeriyada o'lgan aka. Aljeriyada o'lgan. Xo'sh, agar mushni bizning ahlimiz o'lmalarimiz tushungan bo'lsa, texnikani tushungan bo'lsa, mushta xato fatvo chiqaramda? Yo'q. Aka, Akufko raylar Amerikada 1903-yili tunji sinoqni yapadi. 12 sekundda uchdi aka havo boshlig'ida. 20 metr uchgan tushib ketdi. Keyin tajriba uchirib bugungi havo qatnashiga asos soldi. O'ylab baqa aka. 300 yildan keyin agar biz shu vaqtida bizning shu diniy yetakchilarimiz shu fanning kuchini obdan tushungan bo'lsa, bugungi Amerikaniki ovozini o'yet desa tez uchadigan reaktiv aeroplanlarni ehtimol biz kashf qilib qo'ydik. 300 yil degan orliq bo'sh orliq emas, bo'sh farq emas aka. Demak, biz texnikani to'g'ri tushunmasak, xalqni
avomni, hatto podshohni işte xato aytayotgan gapga. Yana birisi hamda Nuruz to'g'risida aka mana. Yana bir tushanchiniki xatotin Nuruz bayrami to'g'risida deyman aka. Nuruz bayrami yilda Uyg'urlar bas munozara qo'zg'aydi. Bir turkum chiqib biz musulmonlik Ro'z bayrami bilan Qurbon hayit bayramidan boshqa bayram yo'q deb qo'ydi. Mushamiz ehlim olimlarimizning chiqdi. Hatta nurg'un olimlarimiz ma Saudiyadagi Muhammad Salih al-Munajjid deydigan bir shayx bor. Shu shayxning fatvosini ko'tarib shuni taqqoslaydi endi. U Hanbali mazhabidagi olim, biz Hanifiy mazhabidagi kishilar. Nim onun fatvosini ko'tarib bizga kelib tanisa. Hem onun sen Nuriziyan bayram sen bilemsen. Sen bu milletini düşünüşün için özün milli medeniyetini, örüp adetini, til adetini bilişin gerek. Sen bunu bilmesen, sen milletinki turmuşa tadbiqlangan bir to'g'ri fatvo qanday chiqarsa, bunu bilişin gerek de. Demek sen bir fatvoni chiqarishing uchun o'zingning milletingniki ecdodlaringni qoldirib qo'ygan miroslarning hammasini obdan bilishing kerak. Shu vaqtda sen turmushga moslashadigan, turmush tadbiqlangan bir to'g'ri hukm chiqara olasan. Nuruz bayramini biz vatanda umumyuzlik o'ynaymiz. Bu azaldan davlatlar bekitilgan bayram emas. Bizning tariximizda Nuruz bayrami davlat bayrami bekitilgan emas. Uni hammadan mal bo'yicha, oilasi bo'yicha, hatto o'z yolg'iz o'ynadir Nuruz bayrami deb. Ya'ni 7 xil tarixni, 7 xil ziroatni ekilimiz, tosh qozon qilib pishirimiz, hammadan uydan xoligan chiqidi. Hammadan yeydi, ko'ch ko'ylarni supurdi. Bu yangi yil bayrami, ko'klam bayrami degan gap. Misal qumliqlar bir Nuruz bayramiga tushunmaydi. Nuruz bayrami degan gap bu deydi. Qilib bersak, shaklini deb bersak, ha bu ko'klam bayrami ekan deydi. Ham Nuruz bayrami Fors tilidan kelganligi uchun bu bayram Fors anlab qolmaydi aka. Biz 4 harfni bugungi 32 harfning 4 harfini Forsdan qabul qildik. Bunun bilan bizning yezigimiz Fors yezigi bo'lib ketganda, tilimiz Fors tili bo'lib ketganda bunda gap yo'q-ku aka. Hatta Yusuf Qarzaviy hazratlarimiz agar Nuruz bayrami aqiga taqashni joiz degan. Xo'sh, bunun demay qo'yilib bo'pti. Millatning madaniyatini bilmagan, urf-odatini bilmagan. Bo'pti, sen bu fatvoni chiqarishning bir islom tarixining o'zi qarab baxsan, buning fatvosi bor emasmi? Ma islom tarixida hozir hayot bir olim bor. Islom tarixi deyman, hozir hayot bo'lgan bir arab islom tarixchisi bor. İsmi Tarık Süveydan deydigan. Doktor Tarık Süveydan da bunun her qanday kitapxonasi kirsan, her qanday kitapxona kirsan, arabcha kitaplar qatar kirib, Doktor Tarık Süveydanning kitobi bormi desam, bor deb chiqarib turdi. Shu İmam Abu Hanifa haqida yozgan bir kitobi bor aka.